Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Yana bir gap do'stlar, bizga obuna bo'lmasangiz kuzatayotganlar ham mavjud ekan. Ularni soni 86% ko'rsatyapti do'stlar. Bu juda ham kam. Buni ko'proq nima qilishimiz kerak? Agar obuna bo'lib kuzatadiganlar esa 13% ekan. Iltimos buni to'g'rilashimiz kerak. Shuning uchun obuna va like bosib qo'yinglar. Iltimos bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lardinglar. Va bo'lmasam bugun video boshlandi. Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Jesco Play kanali va bizda bugungi videomiz shotgun ruletka. Baribir bu ruletkani o'ynagim keldi. Shuning uchun o'ynashga qaror qildim. Unda boshladik. O'ng tomonda ruh. Mana. Ha. Dilerga qarshiman. Bitta o'qilib, bitta o'qsiz. Hozir. Bu sandiqchadan narsalar olamiz. Lupa. Bu o'yinni tushuntirsam, bitta o'zimga, bitta unga otishim kerak. O'q. Bu bo'lsa bo'ldi, o'zimga otar ekanman. O'zimga otaman. Va o'q chiqmaydi, chunki bizda ko'k rangli o'q turadi. Yana meni qonim. Va unga otamiz. Ana. O'yinning texnikasi shunaqa. Unda bitta jon qoladi. Bo'lmasam tushungan bo'lsanglar, videoni men boshlarim. Tak. Hop, ikkita o'q bo'ldi. Ikkita o'qimda, bitta o'q o'zimda. Adashib ketdim. Ya'ni ikkita nima otiladigan o'q, bitta bo'sh o'q bor. Xo'p, endi buni bosamiz. Bu menimcha nima bir narsa qilib berardi xullas. Unga ot. Unda lupa ham bor-ku. Ha, ana qizil korobkadagi jon ko'paytiradigan. U jonini 2 qilib oldi. Endi bizni o'ldiradi. O'ldik. Bizda ham 2 dona jon qolishi kerak. Ana 2 ta jon qoldi. Unda ham 2 ta. Bismillah. U o'qlaydi. Endi men Xo'p, birinchi biz ham jon ko'paytiramiz. Tak, tezroq bo'l. Bu sigaretga o'xshaydi, jon ko'paytiradi. Xo'p, bo'lmasam unga kishan beramiz. Unda lupa bor qanday? O'zimni otaman. Yaxshi. Yana uni otaman. Yo, what the fuck? U bitta nima shuni bo'ladi. Qonini o'tkazadi va nihoyat. Unda bitta qoldi jon, bitta. Jon ko'paytiradigan yo'qmi? Yo'q. Lupani ishlatma. Iltimos, lupani ishlatma. Lupani ishlat. Bo'ldi. Menga otadi. Buni o'lganim yo'q, 2 ta jonim bor, unda bitta. Va o'ldi. Hop, u qanday o'ldi sizlarni tushuntirib beray. Mana chap tomondagi plus dorini ichgandi. Uni barcha joni yo'q bo'lib ketdi. Va endi men yutishim kerak avtomatiski. O'yin davom etmayapti chota. Uni joni yo'q-ku, men yutishim kerak. 3-raund boshlanmayapti. Mayli, boshqa yerda o'ynaymiz. Davomidan. Uning bor. Bo'ldi, qalaysan? Birinchi raund. 3 ta raund bor. Hozir birinchi. Menda 3 ta o'q.
jon, 3 ta havastoy, 2 ta boyovoy ekan. Hop, ishlaydigan 2 ta, 3 ta bo'sh. Bu o'yin telefonga ham bor. Men telefonda o'ynayapman o'zi. Hop, birinchi o'rinda jonni ko'paytiramiz. Okey. Bizda 4 ta bo'ldi. Endi suv ichamiz. Lupan sindirsak, havastoy chiqadi. Sam boyovoy. Qizil bu degani unga otadigan o'qimiz. Shuning uchun dilerda bosamiz. Bam. Headshot. Tak bo'ldi. Asabiylashmaymiz. Bitta qonim ketadi, chunki uyma qilyapti. Ko'ryapsizlar. Короче, bildilaringlar. What the heck? What the sigma? Va bizda 3 ta jon qoldi. Unda 2 ta hali ham. Zato biz yutamiz. Okey. Nimani qilaman? O'zimni otaman. Какой ты тупой. Yana menmi? Kim? Diler yoki o'zim. Yes. Unda avtomatически bitta jon. Tak. 3 ta tirik, 2 ta havastoy. Ya'ni otilmaydigan. Chiq bo'ladi, pang etmaydi. Chiq bo'ladi xolos bo'ldi. Tushunarli. Narsalar olamiz. Mayli, uncha narsalar bermadi, unga kisham beribdi. Hop, jon to'ldiramiz birinchi o'rinda. Okey. Jon to'ldi. 4 ta bo'ldi. Endi diler yoki o'zim. Diler. Jos. Va ikkinchi raund boshlandi do'stlar. Dilerda jon qolmadi. Ikkinchi raund boshlanadi. 2 ta tirik, 2 ta o'lik o'qlar. Ya'ni 2 ta taq bo'lib qoladi. 2 tasi o'ldiradi. Jon ketkazadi. To'g'rimi? Lupa. Yes, lupa. Unda kishan. Yaxshi. Hop, olamiz. Va kimga o'tay? Kimga o'tay? Diler o'zim. O'zim yoki diler. O'zim. Yaxshi. Hozircha omadim chopyapti. Hoppa. Tak, bo'lmasam o'zimizga o'tamiz. Bo'ldi. O'taman. Diler o'zim. O'zim. What the fuck? Bu o'yin qisqa bo'lib qoldi. Uzr. Do'stlar, agar ikkinchi qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, obuna va like bosib qo'yinglar. Albatta ikkinchi qism chiqadi. Hammaga xayr.